O'zi tushasizlarmi? Bittalarni Kalyaskaga chaqirish kerak. Kalyaska kimniki? Olib kelmoqchi edi. Obraz sizniki? Kalyaska menikida. O'rtada o'tirsin. Mana uzoqdan yetaylik. Montaj qilib yuboringlar, qo'lingizdan kelsa. Hatto nimani so'rayman? Kursini vaqtida qo'yolmaymiz. Qarab Kalyaska. Mamlaga boshlaymiz, a? Mamlaga siz ham Stop it. Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun mehmonimiz Sardor aka, Jasur aka. Hozir boshqatdan aqlli bola bo'lib, oqibatda yo'qotmasdan tanishtiraman. O'rtoqlar, bugun mehmonimiz Sardor aka va Jasur aka ko'rgansizlar o'zi Instagramda bosib yotishdi. Sardor akam Kalyaskasi balkim tanimayotgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, ani pariksiz obrazda. Pariksiz. Magic hozir. Katta ko'yniga ham bor. Trendga chiqib ketdi hozir momo. Ehtiyot bo'ling lekin. Anaqa nima edi? Obraz yaqinlashib qoladi-da. Keyin уже qarasizki, уже siz uchun bir ikki narsa normalniy bo'lib qoldi. Taroq ko'tarib yuribsiz bilan. Da. O'shanga o'zimga ehtiyot bo'lib yuribman. Hozircha Magicga yaqinlashtirmayman o'sha maksimalni. Magicga boraman deyotganda parodiya olgandan biri Magicga bormayman. Уже anaqa tariqatni ko'rsangiz, Magicga o'zi qolib qoladi. Qarasam bitta ko'rsatmoqchi. Da, qarasizki, anaqa nima edi? Nexelda boshqa filiali bor, Nexel anaqada Magicdan Nexel filialini ochamiz, xudo xohlasa. Nasib qilsin. Taroqsiz kirish mumkin emas. Qarabsizki, keyin ko'rsatuvimizda mehmon Jajovangiz. O'rtoqlar qaranglar-da, mana misol uchun bular ham video olishyapti, biz ham video tanqidiy olganmiz. Hamma narsa personajga tegishli. Misol uchun shaxsiyatga o'tilayotgan yo'q, hozir ham o'tilmaydi. O'tilsa ham sizlar bu narsani bilmaysiz, chunki montajda olib tashlaymiz. Dushman opa-singillar. Men mashinga ajdani ham katta. Qaysinga? Hozircha favoritim mashin menda. Qaysar Cholli qo'yilishi bor. Cholli nima qilib qo'yilishi mumkin? Kelinlar haqida ko'rmaymiz ham haqida. Tipa kelinga zahot qo'yib yuraveradi. 100 talik Dubay gulini ko'raveramiz ham. Bu serial ekan-da. Dumaloq qizga uylanaman. Qanaqa ekan endi? Voy. O'rtoqlar, dumaloq emas, domba o'zi tegi. Boydan biri dumaloq deyapti. Yo'q, bro. Ves olgansiz ham. O'sha urdim-da. Nasha dumaloq emasmi, domba? Yo'q, хотя бы barterga nimadir gaplashsa bo'lardi. Stol bo'sh. Bir hamma serial. Хотя бы barter. Хотя бы. Ular o'rtoqlar, domboq qizga uylanaman. Charxi Fale. Nima ko'ryapsan? TikTok. Gapirmay tur, hozir 2 daqiqada tugaydi. Biz ham vaylan ko'ryaptimi? Menimcha endi opam o'ldi. Nima dedi? O'zing opang haqida gapiryapsanmi? Ha, boshqa opam yo'q-ku. Endi yo'q. Mashhurdek aka. Sizga Ha, opa. Alo, mashhur. Ha, opang tirikmi? Yomonga o'lim yo'q. Ha, opa, boshingiz aylanib, yuragingiz to'xtab. 39 temperaturada nimadir ko'ryapmiz dedi bor. Nima bu? Miyam olib qoldi bor. Ota-onam seni ukang yaxshi kayfiyatda kuzatsa nima deyman? Ko'ra olmadim deymanmi? Ko'rdim deb aldab qo'yaverasiz-da, opa. Ikkoving ham tez kelib, parkovkani oldiga o'tir kelib. Ha, uylanish masalasimi? Komediyniy начало ekan bu. Muzikadan. Buni sababini Очень смешно-ku, to'g'rimi? Yaqinlarimiz o'lishsa. yo'q. Men ham bolamga kasha olishim kerak edi. Bo'pti, keyinroq olarsan. Qani ketdik. Voy, shunda ovqat qolib ketdi-yu. Перегрыт qilmang faqat, iltimos. Onajon, men keldim. O'rtog'ini olib keladi, hamma to'g'rimi? Opasini oldiga. Opasini mazasi bo'lyapti. Opasi yotgan. Bratok bilan kirib kelyapti. Opasi ham makiyajda уже tayyor. Bola kashasi qolib ketdi. Keyinroq olarsan. Ha, opa, issig'ingiz yo'q-ku. Bor issig'im, ichim yonyapti. Sen qari bo'yda qayerdan ham bilarding? Men o't bo'lib yonyapman. O'ylagar qanaqadir ispanskiy stil Seni bilsa ishing yo'q. Yursa-da, birodar. Yumor olib yurman deb. Peshanangizni ushlab ko'rsam maylimi? Shuni ham so'rab o'tirasanmi? Boz davay. Boz davay dedilar. Peshana. Yaxshimi? Yaxshimi, dahannamni olib kelmadi. Hazillashyapsiz. Sen ham mana to'nkaga qo'shilib farqiga bormay qolibsan. Yana bir ko'raychi. Ushlash yoqdimi deyman opasini. Bu keyingi serialga отсылка. O'rtog'ini opasiga uylanmoqchi bo'lgan o'rtoq. Oo! Qo'lim kuydi. Ana. Ismi ham shu darajada baland. Горячая женщина deyapti. Yoting opa, siz yoting. Yoting. Voy, bo'ldi, qo'lingizni. Massaj tashlaydi. Opam o'laman, sen kulaman deysan.
Opa, nima istaysiz ayting. Istagan Kim opasi bu hozir? O'zi sen meni Boshiga berib yubordi. Shapat berdi. Kimdir chaqmoq urayotdi deb o'ylardi uyda. Hozir naushnikda o'tirgan. Ujemi deb atrofga qarab. Yo'q, men bular aka-ukami, yo'q o'rtog'imi men oldidagi. O'rtog'i, voy. Men mana ahmoqni o'ylab, ajalimni 10 kun oldin o'ylaman. Keyin bolalarim orqamdan onajon deb buzlab qoladi. Yaqtay bo'ladimi keyin? Yaxtay? O'lgandan keyin. Menimcha xonaga isib. Yo'q, qattan. Xursand bo'lasanmi keyin degan ma'noda. Ha, men o'yladim, ochiq muzlaydi-yu, anaqa. Yo'q, yo'q. Xonada virus bor. Mana O'sha qo'yvormayapti bor. Mashhur. Bor, isiriq tutatib kelgan. Miyasi ketyapti. Isru yig'ib kelganda Loading botan uni miyasida bor. Sizni chiqchiq qilib qo'yish kerak. Nima qaranglar, chiqchiqlab yurmanglar unaqa. Qaynanam bolalarim kasal bo'lsa, nimadir bo'lsa, shunaqa chiqchiq qiladi. Biron narsa bo'lsa kerak-da endi. Oy, Bor, isiriq tutatgin. bunga qancha tez o'lsam shuncha yaxshi. Xo'p. Через 3, Ey, 2. bunga qara. Mashhurni uylantirishimiz kerak. Qat'iy qaror. Yo'q, to'g'ri. Siz o'liklar bilan gaplashmayotganmidingiz? Mana olib keldim. Mana. Voy 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 jonim. Oy. Isroni baklashga yetib yo'q. O'rtog'i gapirishga chiqyapti, jonim edi. Buni tutatib turaver, men hozir opamga dam solishim kerak. Sen uni tut, men buni tutaman. O'zim solib qo'yaman debdi. Sizga yaxshilab bitta dam solib qo'ying. Sol. Yaxshi bo'lib ketasiz. Men kuchga o'tirishini. Chapishalaveradi hozir. Hozir qatga olib kirib ketdi hozir. Solib qo'yish. Voy o'lamani. Tart qolingni. Opa, hali yolg'ondan kasal bo'lib oldingizmi? Voy. Durachok Shok. Bu nayrang deng. Senga nima nayrangmi, boshqa narsami? Bir amallab uni uylantirishim kerak, G'olibjon. O'lib netib qolsam, uni holdan kim xabar oladi? Mana men xabar olaman. Akam o'lgandan keyin xabar olaman. Nekrofilmi-da? Ukam bechora so'ppayib qoladimi? Rigiga solamadim dillarga. Yo'q, ikkita nomzod bor. Qara. Bitta yoqqandan Chakki emas. Menga tegsang shu qizlar. Yo, unischi opa. 17 tasi bilan uchrashdi. Foydasi bo'lmadi. Ensiklopediya bo'lib ketgan qizlar bilan uchrashaveradi. u mana shu ikkalasidan bittasiga uylanaman desa, senga 10 million beraman. Shundan boshlash kerak edi. Kino byudjeti ketdi hozir. Shuni 20 million qilish uchun nima qilishim kerak deydi hozir. 20 million ishlash uchun. Ishlash kerak. Rostami? Ha, shu ikkisidan biriga, ha? Ha, Bo'ldi, kelishdik. yelkangni tutay, qahramon. Komediya ishlaymiz deb perigriv chiqarishadi bizda. To'xta, qo'ling ber. Opa sizda baribir. Voy. Kasalsiz O'lib aytgancha. qolaman, ona. Nechta dublda o'xshagan Voy ekan. jonim. Kiring opa. Oy. Azuzkada mishkani hozir qilib qo'yishganmi? Qo'ling Isru yo'q, qancha yo'q qo'shdi. qani? Ha, hali yaxshi bo'lib ketasiz opajon. Qani, kel. Sen do'konda isru turasan. Да, ежедневно ertalab. Ochishman сразу. Isrus kun boshlamaydi. Daysan yoqib qo'yib, anaqa. Jasur ertalabdan uf. Achitib ginat qiladi, yoqib qo'ysa. Nima yo'q qolsan. Achititil ichiga solish kerak-da shuning uchun. Kurs fiylar tugadimi? O'zi kufsufa. Kechaga kunduz tutating. Xo'p. Hidi uyga chiqsin. Men ketyapman. Siz bemalol tutatib o'tiravering. Og'aynam bilan tutadi bu. Ana, g'olib sizni davoladi. Kukolda dogadatsiya qilyapti, isbotlab bera olmayapti. Bilyapti hammasini. Agar o'lib qolsangiz ham mabodo, qabringizga kelinni olib borib tanishtiraman. Beting qursin. Voy, nima? Opa, siz ortiqcha siqilmang. Sizga siqilish mumkin emas. Ha, siz menga Telegramdan holatingizni tashab turing, xo'p? Mayli. Sen ketasan. Telegramdan tashab turing. Yo'q, o'rtog'ini opasiga Telegramdan tashab turing deyapti hozir. O'zingiz ehtiyot qiling, xo'p? Qani ketdik. Opa, o'zingiz ehtiyot. Menga qara gaplashganimizdek bo'lsin. Pulini beraman, xo'pmi? Iltimos, ko'ndir shuni. Bo'ldi, o'zim boplayman. Xo'p, xavotir olmang. Pulini ishtirsanayman. Bo'ldi, Voy, 5 marta aytdilar. To'xta. Ham eslatolmadilar-da. Shu ish o'xshasa yaxshi bo'lardi. Bir amallab shuni uylantirib olsam, keyin mazza qilib sayohat yurardim. Hozir nima ish aytib qoldi? Ha, oshna Yana Telegramga ishlamay ustoldi. Meni Telegramim bilan seni nima ishing bor? Я больше скажу.
Bu xuddi o'sha kafe, faqat bu tarafda mana o'tgan safar kamerani mamga qo'yishgan, ayvon tarafga olishganda. Yo'q, хотя бы stakanni mana qo'yib qo'ymaganda. Opam rasm tashlagan-u senga. O'sha mayga tashlab qo'y. Agar yoshgina qiz Jelsi meni. Qoyil, nima balo? Fol bo'lmisan? endi shuncha yil bo'ydoq yursang, kim nima qilishini oldindan bilarkansan. O'zi nega opangga bo'ldi uylanaman deb qo'ya qolmaysan? Nima, pul to'lab teatrga kiramanmi? Mana, tayyor tekin teatr. Maza qilib tomosha qilib o'tiraman. Menga Telegramdan jo'natgan bo'lsalar kerak. Ne bu muzika? Mana. Aksini chiqildi-yu. Telegramimga 2 ta rasm jo'natibdilar. Ko'rsammi, ko'rmasammi? O'zi uylanmoqchimisan? Aniq emas. Bir uchrashib ko'r. Mabodo birortasi yoqib qolar. 17 tasi yoqmadi-yu. Bunisi yoqadi deb o'ylaysanmi? Agar uchrashuvga chiqadigan bo'lsang, 200 ming qarzingdan voz kechaman. Voy. Rost, 200 mingdan voz kechganing bilan men ikkalasiga 400 mingdan yetiraman-u. Ne kirib ketyapmiz bu serial ichiga, men tushunmayapman bor. Sen tekindan tekinga yaxshilik qilasanmi? Ular dunyoda yaxshilik qolishini angladi. Yaxshilik nima? 200 mingdan kecha olishsan. Mayli, chiqsam chiqaveram. Ketdik. Aytib qo'y, yoqmasa 400 mingga tushasan. Mayli. 400 ming sendan aylansin. Opa! Ha? Opa! Ha? Men uni uchrashuvga ko'ndirdim. Rostdan ko'ndirdingmi? Lekin o'zi bo'lmadi. Nima deb aldading? Xotin zoti zo'r narsa bo'ladi deb aldadi. Endi yolg'onimni eslab qol olmayman-ku. Ha, o'la. Yolg'on emas-ku, rost-ku. Xotin zo'r-ku. Bu kalambur ekan. Bas berasizmi endi? Sen ishni oxirigacha yetkaz, uchrashuvga olib chiq. Opa, oldindan bersangiz yaxshi bo'lardi-da. Pulni ko'rsam yaxshiroq ishlardim. Ey, o'g'il bolacha so'zim. Bekaxon emas, beka-bek bo'lib so'z beraman. Beka-bek? Tushundingmi? Bor. Ishni pishit, Xo'p. hammasini tayyor qil. Mabodo esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, komediya ko'ryapmiz. Kulib turamiz. Bironta joy ko'rmadim hali to'g'risi pulini. Слишком высокий юмor-da. Komediyaligini siz muzikadan bilasiz, to'g'rimi? Yuztali, anaqa nimaydi, mana bu kommentda odamlar qoq, hozir ko'rayotganlar qancha? 48 ta. Boshqa o'qidim buni bor. Huvaydoga gap yo'q. Jinnilar zahar-mahar berib O'ldirarmish. 21-minutda kutyapti bizani. Ajoyib kino, kayfiyatim ko'tarildi. Har kim baxtli bo'lishga haqli. Oy. Mazza qilib ko'rdim, mazza qildim. Voy, okalar, nech pul to'lashgansizlarga? Hamma qarindoshlar yozib chiqqan. Telegramingga tashlab qo'yaman. Senga ishondim, jo'ra. Bo'ldi aka, opa. Aka dordi, bura. Siz opan aka dordi. Tez bora, ha yashamagura. Muzikani o'zi kultiryapti-yu. Mana shu. Gul do'kondan qon. Xormeylar. Assalomu alaykum. Keling, normal-ne? O'sha gulingiz nech pul ekan? Pastdagimi? Yo'q, tepadagisi. Tepadagisi 300 ming aka. Namuncha qimmatsizlarda? Yo'q, qimmat emas. Mana bu donaviylarichi? Donaliklar 25 mingdan donasi. Shuning uchun ani 17 tasi ham yo'q degan. Donalik. Bu paskuda Sizni gulingiz bor. Bittali buketmi? voy. Bittali. O'shani nech pulga yasatamiz bilasizmi? 50 ming. Yo'q, Uni o'zidan paketi qimmatroq tushadi bizga. Bori gulli o'zida. Gulli o'zi bir 20 mingga beradilar, brat, bir 15 ming, 20 ming keyin ketdi. 30 ta qog'oz o'raydilar unga. Nima? Olib qo'yingiz, pastanliga искусственный qilib. Qizga ana искусственный gul bersangiz, u emotsiya uyg'otmaydi-ku. Bitta guldan prям yotib qoladi. U nodi уже qamoqdan kuchishga tayyor-da, naturalniy gul. Mas 25 ming. 25 mingda hamma joyda. Jim tur. Menga qarang. Bittali buket bering. Unda arzonroq gulingiz bormi? Yo'q, sal qimmatroq bo'laversin. Qarang. O'zi arzon bo'lsin, lekin ko'rinishi qimmatroq bo'lsin. Shunaqa bittasi bor aka, hozir. Vallah. Pam, hozir nimadir beradi. Qani? O'rtoq yaxshi? Shuni olmoqchimisan? Ha? Bo'ladi-da. Nech pul bu? Xo'p, gulni o'zi 70 ming. Qutisi bilan 90 ming bo'ladi. Yaxshi? 90 ming emas. 160 ming. What? Bo'ladi. Shu ham chiroyli Qiz o'zi. hali arziydimi, arzimaydimi? Shuni olaylik. Ha, mayli. Mana 100 ming. 10 ming qaytarasiz. Hozir. Aka rahmat. Mayli, sog' bo'linglar. Ha, общий 90 ming ekan. Muzika kultiryapti-yu. Bu kuladigan joyligini bildirib qo'ydi-da. Nima yesam ekan deb menyuga qarab o'tiribman. Nima yeysiz deganda nima buyursam ekan, oyjon? Lavash buyur, qizim, lavash. Lavash. Oyi, lavash juda ham arzon. Qimmatroq ovqatlari bor ekan. Mana kimidi ovqat bor. Buyursamchi? Nima? Steak buyursamchi? Steak. Stey. Ye harfini yutordilar. Steypmi? Steak buyursam
buyursamchi? Tep. Bo'ladi, qizim, bo'ladi. Ichimlikka nima buyursam ekan-a? So'k-po'k buyurda, qizim. Sizga nima oboring? O'zing nima yesang shuni olib kelaver. Oyisiga ham bitta step. Tug'ma tarelochnitsa. Yana boshidan qochib ketmasan, keyingi uchrashuvlaringda olib kelasan. Hozir o'zingni qorningni to'ydirib ketgan. Uyda ovqat qilishmaydi, qiz uydan chiqadi bo'ldi. Bularga ham sabab. Finansoviy gрамотный ekan oyisi. Lekin umuman bir to'g'ri kelmaydi. Qancha to'g'ri keladi lekin. Maqtab olgin. Sovg'a berganda mamnun bo'ladigan qiz Voy ekan deb o'yladim. opayijon, o'zi har safar uchrashuvga chiqqanimda xuddi shunaqa qilaman. Maqtab rahmat deb olaman. Voy, yana ko'p uchrashuvga chiqqanman deb yurma. Sipo qiz bo'lgin, tushundingmi? Bo'lmas, steak bo'l. Qayerda o'tiribdi ekan? Nima bor? Og'ayni bilan Opasini oldiga keldi. Men boyiga Sardor sostoyaniyasidaman, ichiga kirib ketdim-da men buni borib vashi. Nimaga og'ayni bilan? Ahamiyat bermayman bu detalga. U mana o'tiribdi. Bor biladi. Borib bo'shashmagin. Yo, bo'pti. Omadingni bersin. Borib bo'shavorsalar. Salom. Assalomu alaykum. Qomadingizmi? Mana bu gullar sizga. Rahmat. Yo, temay olib kelaman keyin. Qalay, yoqdimi? Sizga yoqqanidan xursandman. Menga yoqadigan gullar o'zi shu. Sizga ham yoqsa kerak deb shuni olgandim. Yoqdi sizga? Rasm. Voy ezdi-yu. 3 million buketi bilan. Men 100 million olib berganda. Qizni ko'rib, meni miyamga chiqdi o'zi 70 million buket haqida gaplashishardi. Yo, bu bola Infinity'dan nimadir uchirganda-chi. Abadiy gapiradi. Opa, tinchimas ekansizda. Nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Stolda yana shu. 10 million shunchaki berib olmayman-ku senga. Uchrashuvga olib chiqdingmi, yo'qmi bilishim kerak-ku. Yo, 10 milliongacha, ana qizichi, kuninichi, vashshi, nimadirlar qilib tashlasa bo'ladi. Luboy qiz rozi bo'lardi. 10 millionlik uchrashuv qilib yuborgan edi. Yo, 10 million buni gonorari-yu. Bolani Yo, anaqa nimada investitsiya не оправданный-da. Og'aynisiga 10 million to'layapti. O'sha 10 millionni men bolaga bergandim. Yo, bu qo'ndira olmayapti ham deydi ekan. Voy. Ha, yo, men ichidaman. Men bularni yondan olib ketaman hozir oxirida. Ssenariyist deganda Sardor Hamidov chiqib kelmaydi oxirida unda. Erkak kishi men o'ylashimcha hamma narsani bilish kerak. Ham hamma narsani. Nima yoqishni ham, nima istashni ham sezish kerak. 17 tasidan sezdingizmi? Ayol kishi emasman. Ha, pasportda ayol kishi deb yozilganmi? Bo'ldi-da. Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Hamma narsani ildizi poydevordan boshlangan kabi suhbatimizni ham poydevordan boshlasak, a? Xitoy. Jim tur, eshittirmaysan. Gapirmayapti-yu. Qaysi tug'ruqxonada, qachon, qay holatda, nech kilo tug'ilgansiz? А это тебе boshlaysiz. Большие. Большие, garo. Qaysi tug'ruqxonada, qachon, qaysi mahal, nech kilo, qay holatda tug'ilgansiz? Qay holatda? Menimcha yaxshi holatda tug'ilgan bo'lsam kerak. Yangi holatda. Qolganini oyimdan so'ramagan ekanman. O'z hayotiga tegishli bo'lgan hamma narsani bilish kerak axir. Xo'p, demak davom ettiramiz. Tipo yumormi bu shunaqa? Bola mana shunaqa apparatligi. Uylanishda, turmush qurishda rejasi bor insonga hamma narsa muhim bo'ladi. Okey, majlisdan chiqyaptilar menimcha. Hozir mana ofisant keladi, buyurtma berasizlarmi deb. Keraksiz chiqimni oshirib yubormasin. Voyda opam zo'rla o'zi. Komment yozadi. O'zi meni ham hammasini chiqayotganda onasinikiga borganmi yoki inikiga? Hammamizni reaksiyamizni ko'rsatib berdi menimcha. Men hayotiy depressiyaga kirib ketaman. O'sha sudni tergovchisidek tuyulyapti. Kechirasiz, men sudga borishim kerak. Nimaga? Qarang, dadamchi 3 ta odam o'ldirganlar. Qamalyaptilar. O'shanga borishim kerak hozir. Ha, unda sudgacha kuzatib qo'yaman. Bularni stilida yumor qilib beraymi? Sudgacha kuzatib qo'ymoqchilar-yu. Qatuggacha. O'tiring, men o'zim keturaman. Stepchi. Mana bu Gulizor o'zingizga siylov. Mayli. Siylov dilayu. Mo'ylo. Mayli. Biz narkotiklarga qarshimiz, a? Mana pobochkasi nima bo'ladi? Hammasi o'sha kafeda bo'ladimi? Va skver deymi? Toshkent emas bu menimcha. Nejinimiz, a? Skver emas. Toshkent emas deysizmi? Hammasi yo'q Toshkentda bo'ladimi? Qanaqa odam bu? Tentak. Nima qilding? Nega qizni ketkizib yubording? O'tirman yerga, o'rgatganing shumi hali? Shunaqa ham savol berasan qiz bolaga. Bo'ldi, opa. Qachon tug'ilgansiz, nechida tug'ilgansiz deydi. Qaysi holatda?
Qaynonasinikiga ketganmi, oyisinikiga ketganmi, ismingizni kim qo'ygan deydi xullas. Qizim, nima yedinglar? Voy. Oyisiga qiz emasman bitta. Normalniy savollar. A bilmaysanmi? Ba'zani so'raganda so'radilar. Bu okey. Nima yeding dedilar. Qo'y yuboraman, necha tug'ilganingni. Gapi yoqmasa qulog'ingga paxta tiqib yuraverasan. Shu ham muammomi qizim? O'rtoqlar olmanglar. Guli qimmat Nimaga yo'q, nima? Voy. Birinchi marta ko'raman komediyani, o'zbekcha komediyani. Mana bunaqasini. Ungacha depressiya ko'rgansiz-da, bo'ldi to'g'ri? Ungacha qanaqadir ularni o'ylash bo'yicha qanaqa Ibratli mavzularni ko'rgan. Dolzarb narsalarni ko'rganmiz. Mana lekin komediyaga hozir mana kulishib bemalol o'tiribmiz. Maza. Menga qara. Gulni borib do'kondan narxini surishtir. Agar qimmat boy. Yo'q. Уже uzatib yubordilar, opa borib. Yo'q, sizlar kirib ketdinglar, menimcha savol bermayapsizlar вообще syujetga. Opam hozir любой magazinga borib so'raydilarmi? Gul rasmi ham yo'q даже bunda hozir. Taxminan mana bunaqa gul nech pul deb so'raydilar-da. Mana bunda gul olib keldi, hech bo'lmadi. U bilan yashash o'lim. Chidolmasang zahar pahar berib o'ldirib yuborasan. Boyiga joyi. Kommentda. O'shanga birat qotib qoluvmidilar? Miyam orib qoldi. Yomon uribdi. Tasavvur qilinglar, mashinga raka deb berganlar-da, prям uyda Skype. Kimdir qornini ushlab dumalab qolgan. Yarimliklar baklashkada ko'rgan bilan bu kinoni tam bilmadim. O'zim men bunaqa seriyozno o'tiribsa deb savol bermaylar. Kesib tashlayapmiz. Men qotib qolamiz. Sardor aka Da. Men sizga ko'p kulurganimdan hozir bilan uyalyapman dalish kulishga. Juda ko'p kulyapman. Hamma kulimizni ketkizib qo'ydi-da. Bir yillik kulib qo'ydi. Zo'rg'a chidab o'tirman hozir. Zo'rg'a. Boydan beri kesyapmiz. Уже ana 4-5 marta pauza qilganmiz. Yomon kuldik. Kino o'zi 2 soatlik. Biz 40 minutdan qoldiramiz. Qolganini kesib tashladik kulgan joylar. 1 soat 20 minut kulganmiz. Olib tashlang, hop. Olib tashlang. Montajyor. Men tug'ruqxonadan tirik chiqqanmanmi, o'lik chiqqanmanmi? Pochchang so'ramagan. Huvayda opam xotirallar, rolla. Men har 2 minutda mana shu fakt aytib turaman. Kommentlarni yozasiz. Mana qarang. Gapirsen ham sen ham do'sting. Huvayda opam o'borallar-da. Okam, xursanddan qilinganmi? Gapirsen ham Yomon urdilar lekin. Huvayda opam xotiradilar-da. qo'y shuni joyiga, gapir manonga. Baraka. Manonga. Huvayda opam xotiradilar-da. Otasinikigami, onasinikigami umuman qiziqmagan ekanmi? Hadi. Agar onasiga ketgan bo'lsa, u qiyinchilikdan qo'rqadigan ayol. Kadr normalmi? Birov og'ib ketamiz tarafga. Stullar ham Surilib ketdi. Sinaningchi shunchalik kirib ketyapsizmi? Uni qizi ham ertaga qiyinchilikdan qo'rqadigan bo'ladi. Agar qaynonasinikiga borgan bo'lsa, qaynonasi bilan inoq va ishchan ayol bo'ladi. Ha? Niyoni qarab o'tirdilar. Inoq va ishchan ayol. Yo, bitta. Uyim. Bo'yicha. Niyoni qarab o'tirdilar. Ya bu bizning video chiqadi-yu. O'shanda. Voy topani, fanatlar. Bizga Huvayda opamga gapirdi marazda. komment aytvoring. Huvayda opam xotiradilar-da. Uni qizidan ham ishchan xotin chiqadi. Shunaqa. Faylasuf bo'lib ketay. Nega o'ylanib o'tiribsan? Uchib ketgan 10 millionni o'ylab. To'g'ri aytyapsan. Bo'pti, nima bo'lsa ham 100 mingga kuydim. Voy bilib. 90 mingga, 10 ming qani? Hamyonim qani? Voy, gul do'konda qolib ketibdi-yu, yur olib kelaylik. Nesh puli bor ekan? Biz ketdik. Qo'rqib qolishadi. To'y nima bo'ladi? Ha, oyi. Lekinchi qoyil o'sha do'konni anaqa topib kelibdilar. Hozirgi zamonda eng arzon gul 70 ming turadi. Birov nech pul turadi eng arzon gul? 50 ming. 50 ming. Bittali buket. Agar buket qilsa 50 ming. Bittali buket. Qachondir bittali buket sovg'a qilib ko'rganmisiz? Siz uni qilib ko'ring. Siz uni qilib ko'ring. Siz uni qilib ko'ring, keyin rezultatini aytasiz. Agar boy bo'lsa chidab bir ilojini qilamiz degandingiz. Siz ham orqangizdan kimdir mana shunaqa yaqin kelsa ham sezmaysizmi? Aytsam ishonmaysiz. Bo'pman, afaga turib olaman. 20 ming so'mga gul qo'qqisi. Unga nima deysiz? O'zi 100 mingga ham bormagan bu guloyi. Rostdan ham arzimaydimi deyman-da qizim. Mayli, bu qitimurjondan voz kechamiz.
Voy rostdan ham chol oyi. Chol bo'lganda ham tarixchi chol. Bo'pti. Xo'p. Qoyil. Hocam TikTok'dan berilay ona. Ona qilib. Yaxshi men bundan bermaydi. Zahar ichib qo'yishganda yonida o'tibdi, suvni chiqdi. Siz sudda emasmidingiz? Dadamni qamashdi. 50 yilga. Yo, 55 yilga qamashdi. Stressga kirib ketdingiz. Yo bu. Yo'q, men suv yumurim yo'qligidan bor. Ne bizdan ssenariylar unaqa bo'lmagan. Men kulmaslik uchun spesialni yeb o'tiraman. O'zi o'zingiz eplolmayapsiz. Boydan bir ezib yordingiz kulib. Mixt qilib men bitta dumalab, men bitta publikaga o'ynab. Borishim kerak. Mayli sog' Mana manba de bu yumurga. Qizlar qanaqa bo'lib ketyapti? O'shancha o'ylamayman. O'zingiz oy deysiz. Nima bo'ldi? Qizlarni hammasi shu. Ha, mayli, qo'yaver. Opinchot. Yana bitta nomzod bor-u. Bormidimi o'shanda? Baxting shu bilan ochilsin-da. Pullarim kuyib qolmasin-da ish qilib. Qaytaraman o'sha pullaringni. Kerak emas menga. Uchrashuvga ham chiqmayman. Xotin zoti bilan yashamayman. Erkak zoti bilan yashayman. Senga anchadan beri bitta gap aytmoqchi edim desa, og'aysiga. Bo'pti, uchrashuvga chiqaman. Opam bilan kunini belgilaylar, chiqaman. Mana bu o'g'il bola gap bo'ldi. Bundan oldingizchi? Yo'q, o'shani aytadi. Mana bu o'g'il bola gap bo'ldi. Voy bilan. Dronni chiqarishyapti. Qo'ydi opa, olib boradilar-da. Voy, yomon yoribdilar, uxlash. Победитель. Opa. Voy, uxlayapti. Uyg'onliklarda nima qilyapti? Uxlayotganlarda nima qiladi bu hozir? Opa, qudalar kutib qolishdi. Turing, bo'ling. Voy, qo'ydi opam, xotiradilar-da. Choyni damlaylar. Qaranglar dasturxonga. Bo'ldi. Ovchidan qochdingizmi yo bo'ridanmi? Haziling qursin. Tushimda ham ukam to'yini ko'rayotibman. Lekin doimgidek go'zalsiz. Nimaga shama qilyapsiz? Yana boshladi. Kachich qilish. Yo'q, hammasi joyida. Bechora bola kashasiz yotibdi hozir. Bolamga kasha olishim kerak edi. Qiz bilan gaplashing. Savollarga tayyor bo'lib borsin. Shunday qilsak to'g'ri bo'larmikan, a? Ha, to'g'ri bo'ladi, opa. Realistik bo'ladi. Bo'ldi. Siz militsiya qila olmayapsiz. Shunaqa qiling. Nima, men pochchangga bozorga borish uchun tegibmanmi? Shuncha odam otsinish qildimi? Значит, biz просто tushunmayapmiz. Biz lo'qmiz. Biz laqamiz. Hozir chiqaman men. Voy. Tashib qo'ydilar opam lekin. Yo'q, o'zi Shuning uchun ko'ryapmiz, o'zi. Izyominka. Javob ko'rmasdik-ku, bilib bo'lmaganlarda. Voyda opa, olib boradilar-da. Shuni iltiroq yollasam bo'lar ekan. Yo'q. Qo'ydi opa, xotiradilar-da. Ha, to'xtab tur. Qo'ydi opa, xotiradilar-da. Turganlarni qaranglar. Opa, tupugi sachrayapti. Muncha injiq. Basharasiga bermadilar-da. Qarcha o'tdi. Ajiniga o'xshab bormayman-ku. Ajin emas, jayra deng. Yaxshi ham bilarkansiz. Qolgan nima lablarini tishladilar. Kadr qani? Yaxshi ham bilarkansiz. Jayranmaydi o'zi. Nima bo'lishini aytganingizda, в любом случае Shohjahon Jo'rayev unga ashula aytgan. Baland gapiraver, eshitib o'tiribman nima deyotganing. Soch to'g'rilab bo'lmayapti, tarog'ing bormi? Yo'q, tarog'im. Sizda bor lekin. Magic tarog'i bor. Mana bor ekan-ku. Beting qursin, ukam bo'lganingda uri o'ldirib qo'yardi. Alloh meni sizga uka qilmay siylaganda. Ovozingni o'chir. Qo'ydi opam, xotiradilar-da. Yaxtim o'zi, aniq manzilni bilasizmi, yuramizmi? Soating ayt, soating necha bo'ldi? Soat 3 bo'ldi. 3 bo'ldi? 3 da uyga keladi. O bolani xayoli buzilib ketsa, mana bu kadrni ko'rib. Yuraymi? Alo, Nozi? Qayerdasan? Yaxshimisiz? Uydami? Ha, zo'r. Voy. Hozir uying oldiga boryapman. Chiq, senda gapim bor. Bo'ldi, opa. Xo'p. Chiqaman. Hozir boramiz. Bo'l, yo'q mashinangni ketdik. Ketvordingizmi, dimma? Bunaqa jichda o'tirmayman. Bizani yig'ib qo'yib. Qachon? O'zinglar kulib turinglar, xo'pmi? Mana kesib tashlang faqat boy. Adushi kulgan joylar. Yo'q, Yumalab qo'ygan joylar. Silib ketdi, almashtirdi ustini. Ko'rsatdim, yarmi yuvib ketarkanda. Da. Ko'rsatuvni yarmi. Undan ko'proq, lekin namnoga. Qo'ydi opam yorvordilar. Agar men sizcha hozir kulib o'tirsanglar, men xabar bo'lmayman. Men kelarkina 1 soat bo'ldi.
Bitta stavkalar qolaylik, shunga uylanadimi yo'qmi? Uylansa kerak, chunki domboq qizga uylanaman. Da. Nomi. Kinoni oti-yu. Logichna. Menga qara, sen shu yerda o'tirib tur, hozir men ishitib kelaman. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Ishing tugatdingmi? Ha opa. Yaxshi, senda bir gapim bor. Xo'p, gapiring opa. По-моему, bola hozir o'zi buni singlisi kimdir bo'ladi-da, короче-da. Keyin buni ko'rib qoladi-da. Sanga vashi chidasi bo'ladi-yu, mamo deb kirib keladi. Po-моему, bormi? Meniki bo'lasan deydi, короче. Plus, yerga tegish niyating bor-a? Bor. Men senga bir yigitni so'radim. Mahmudga urvoradi, bitta taturda. Ifariya deb yozib Esimda opa, unutganim yo'q. Opa, 20 ta bo'lmabdi-yu. Niyatim ham 19 dan oshirishmas. Ha, yo'q, buni o'zi ekan. Seni yordaming kerak, Nozik. Hop, nima yordam opa? Sen qachon, qayerda, qay holat, necha kilo tug'ilgansan? Shunaqa savol beradimi yigit? Ha, Nima o'zim bilmayman. qaynasiga ketganmi yo otasiga ketganmi? Shuni ham bil. Muzichka Ha, boshlandi. unga ham javob topib qo'yaman opa. Voy opam qotiradilar-da. Nimaga? Yo'q, komment ham bir xil edi-ku. Sifatga ham tushmayapti, emotsiyasi. Voy opam real qotiryaptilar o'zi, tegi. Nima uchun nozik degan? Unga ham javob tayyor opa. O'zi o'sha o'tiribsiz. Na, yo'q, qiynalyapman. O'zingizni qo'yib bo'shitib qo'yib. Kulursam bo'ladimi? Ana apparat smexini bersa. Duxu balaku. Vazni ham. Yigit sendan kamchilik topolmasa, ana undan keyin qasar qusur to'y. Ha, bo'ldi opa, to'yga Я твои руки целовал, Фарух, это что такое? Uchma. Midga qarasa, midda troll bilan turibdi-da. Opa! Lesdan chiqib keldi. Mana opani. Kamchilik topolmasa, ana undan keyin qasar qusur to'y. Ha, bo'ldi opa. Qo'ydi, biruni bo'lib qolsin dedilar. To'yga tayyorgarlik ko'ravering. Zo'r qilib beraman. Voy xudoga shukr. Nozik bo'pti. Mayli Qaralik, opa. qosh boshingni bo'ya, Ha, lablaringni bu kalambur. Buni oti ham kalambur. Ana, bu tipa domboqku, o'shanga Nozik deb ot qo'yib qo'yishgan. Bo'ldi. Bo'ldi opa, yes qilaman bu yog'ini. Dombolan temasida emasman deb. Bo'ldimi opa? Ha, bo'ldi, ish bitdi, ketdik. Yur, buncha anqayding, yur tez bo'l. Qo'ydi opam qotiradilar-da. Gul o'shami, hali ham? Chaqirishsa, men o'zim stolga nimadir qo'yib beraman. Bitta stolda o'tiribdilar. Keyingisiga просто приглашать qilishsa, nimadir syomka qilayotganda, ikki man qo'yib bermasam nimadir bor stolga. Yo'q, qara, bunda bitta stolda, bunda ikkita yonlashgan. Rejissor qaragan, orasini ochmagan-da stolni. Bilganingda qara. Oldingi hayotingda sniper bo'lmaganmisa? Yo'q, ito chiqib turibdilar bu yerga. Voy. Opani Matizga o'tkazgan xuy qilasan shu. Matiz qo'yib qiladi. Yursin yuringlar, yo men yuring. Yo bu yashasa, yo men yashin. Bu gullar sizga. Rahmat, chiroyli gullar ekan. Shunaqa qilib ismim Nozik deng. Ha, Nozik, bobom rahmatli. Nozikkina qiz bo'lsin deb Nozik qo'yganlar. O'xshabdi. Kalambur. Lekin Nozik bo'la olmabsiz-da. Xuddi siz kabi. Yumarish. Emotsionalniy kacheli qilyapti hozir bu. Men 2004-yil Sirdaryo shahar tug'ruqxonasida tug'ilganman. 2004-yil. 2004. Vaznim 3 kilo 500 2007 gramm. da bo'ldim. Bo'yim 53 santimetr bo'lgan. Birchon vaznlari hozir 3 kiloyi nechidir? Bu ham 53. Siz necha kilo tug'ilgansiz? Men haligi Barmog'ingizda. Toshkentda tug'ilganman. Qolganini surishtirib sizga aytsam bo'ladimi? Otangiz buvingizda tug'ilgan kunlarda sovg'a salom berib turadimi? Oila qurishga buni nima ahamiyati bor? Oila qurishda hamma narsa ahamiyatga ega.
Qo'zlarini oshlari muzlariga yezib. Podmuzika qulyapsizmi? Keyingi uchrashuvda surishtirib chiqsam bo'ladimi? Keyingi uchrashuv bo'ladi deb kim aytdi sizga? Menga yoqqan yoqmaganingizni qayerdan? Zaslujit qilishing kerak. Mana dedi-yu bu. Haligi Mayli, unda men boray. Siz savollarga javob topib turing. Oila qurishda hamma narsa muhim ahamiyatga ega. Sog' bo'ling. Mitga ketdilar. Menga stulli ovoz eshitildi. bu men beradigan savollarni qayerdan bildin? Savollaringiz basic savollar. Yoqdimi, yoqmadimi? Boshqa qiz ko'ramiz. 50 gradus oftoblarda ham qiz topib izladim senga. Jonimga tegib ketding. Uchrashgan qizlaring baxtli taxli bo'lib ketdi. Opa, ikkisi ham bo'lmaydi. Biri dovdir, yolg'onchi, undan yaxshi xotin chiqmasligi aniq. Ikkinchisi umuman bilog'on. Nima, bir umr boshimda yong'oq tugul chaqmoq chaqishi aniq, opa. Xullas, opa, keling, boshqa topa qoling. Onacha. Sizni qo'lga oling. Qaramaysanmi opangga? Opa, opa. Yuragim yomon sanchildi. Oxirgi istaklarini so'ra bulan. Nima xohlaysiz ayting, hammasini bajaraman. Uchrashuvga chiq. Zirachoklar. Voyda opam xotiradilar-ya. Ha, xo'p, boshqa toping, boshqasiga uylanaman. Boshqa yo'q. Boshqa yo'q. Tanlasang shu ikki odam bittasini tanla. Og'aynisini qaranglar, grez, pasta turgan. Mayli, ikkalasidan bittasiga uylanaman. Yo'q, men ne qo'yavermayapti. Aniq uylanasanmi? Ha, aniq uylanaman. Connect qil. Tasqara bo'lsa ham, semiz bo'lsa ham, ozg'in bo'lsa ham va'da beraman, uylanaman. Va'dami? Va'da. Va'da. Ishtasha. Pisuk. Yasha. Ay. Ona shoshmay turing, keyin boraman oldingizga. Hozir to'y o'tkazib olay. To'y boshlayapmiz. Choy ichib oling mana. Qani? O'zbeklar birida va borib 50 gradusda choy ichib o'tirishdi. Sразу sumirkini anaqasiga vibe'ga tushib olishdi. Edward yugurib kelayotgan bo'ladi. Mana yo'q. Obella. Mashhur aka, assalomu alaykum. Nimalar haqida o'ylayapsiz? Shu dunyoni qanaqa yaralganligi haqida o'ylab turibman. Ha, tushunarli. Qornim och qolib ketdi. Mana bu yerda hot-dog sotadi. Borib olib keling. 50 ta. Mayli, borib olib keling. Ha, xo'p, hozir kelaman. Vidzatina atsinit qoldi, bu. Shunga uylanish uchun shuncha yil tanlab. 4-devorimiz bor-da-yu. Yo'q, Deadpoolmi? Ha, Deadpool. Shunga uylanish uchun shuncha yil tanlabman. Shu sabab bo'ydoqlar oxirgacha kutmasdan uylaning. Aks holda menga o'xshab osmonga qarab termiladi. Ano qizni просто очернит qildimi hozir? Da. Mana kungi mashinga qoldi oxiri mana. Qanaqa Mana shu qilib uylanasanlar oxiri. Ha, bu tugadimi hozir? Yo'q, bro, ikkinchi qismi. Shunaqa jalga tugagan. Lekinchi, ana bizdan o'tib tushdi-da, bu yerda hazil ketayotgan bo'lsa, bu kinoning xulosasida, ya'ni body positive umuman 0. Yo'q, ana kinoni ko'rayotgan salani polninkiylar bo'lsa, ossin deb o'zini maksimallar. Yoki vivudga chom ko'rish kerak men bu. Vaqtida ovqatlangan kabi vaqtida uylaning. Bilasizlarmi? Hayotda jackpot yo'q. Lekin ironishna, vaqtida ovqatlanish haqida gapirayotganlar. Ana qizga atsilka bilan. Vaqtida ovqatlaninglar. Endi mazza qilib, хотя бы kulmayman. Bo'ldi, все. bo'ldi. A to realniy, ana rebralarimni чувствовать qilmayman o'zi. Siz вообще lekin. Yo, mana lekin kesinglar o'sha joylarni. Lekin, voyda opam qotiradilar-da, baribir. Buni men mashhur aytyapman. Chilaringlar uzildimi, birovlar? Asha. Вообще yo'qdi lekin menga borib. Normal. Ozgina anaqa samatdan tushib ketdi. Da. Vodka ijodimizdagi. Yo'q, men o'zimizcha yumorda yurimiz deb o'yladim. Mana bu level. Mana bu level. Muzikalarni saqlanib qo'ydik, hammasini eshitib tashlab beraman. Men o'zim azvuchka beraman bu yoqqa. Yaxshi tishkal oldi-yu. Mamutdan chiqyapti deb o'ylayman hozir. Mana shunaqa payt kinolar kulgili bo'lishi mumkin-da, atak bilmadim, ani default zritellar qanaqasiga bu narsani ko'rib kuladi. Lekin kuladiganlar bor, shu komment yozganlar-da. Nima deb komment yozganlar? Xo'yda opam qotiradilar-da. Mashada, borib mana hozir mana. Xo'yda opa super. Buncha zo'r kino. Mana bu komment qaranglar. Buncha zo'r kino. Baribir aqllisini tanlabdi-da. O'rtoqlar. Tugatdi. Bro, yana kirib ketyapsiz mana. Yo'q, men kommentga kirib ketaman. Kommentga beryapman. Qayting, ana kinodan qayting. O'rtoqlar, agar bu videoni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsanglar, bilinglar, uni 2-3 kun oldin Telegramda ham ko'rganlar bor. Shularni xatroga qo'shilsanglar, mana shunaqa videolar ko'proq montajlar takoy shinam bo'ladi.
Bilmadim. Shuni ham Yo'q, to'g'ri kelmaydi. ma'lumotinglar bo'lsa izohlarda qoldiringlar. Ma'lumotinglar. Ma'lumot kelmasa. Malol kelmasa bo'ladi, ma'lumot kelmasa emas. Agar ma'lumotinglar malol kelmasa, shunday izohlarga yozib yuboringlar, shinam qilib. Da, bizga ham ma'lumotinglar bo'lsa, biz haqimizda ham uni ham yozib yuboringlar izohlarga. Agar ma'lumot kelmasa, o'rtoqlar, Men bezvordi deb ma'lumot yozib yuborsaydi bo'ladi. uzr so'raymiz, sizlardan o'sha kulgan joylarimizni, ya'ni kino jarayonida kulgan joylarimizni qirq tashlashga to'g'ri keldi. Chunki vaqti juda ham uzun bo'lib ketardi. Просто 2 soatlik video bo'lardi. Rjat Bu qilib o'tirganimiz kinoni haqida. hozir 3-marta повторni ko'ryapmiz. Ikkita ko'rganda kuldim faqat. 3-chisida maksimalni сдерживать qilib o'zimizni oxiri tushdi. Qanchadan qancha joy kesilib ketdi shunda. Da. Batareyaga taqillatib yotibdi o'rtoqlar. Da. Ne yoshligim esimga. Toq. Dom turmaysan-ku senda yo'q. Manda uchastkada ikkinchi etajda anaqa toq pastdan kelardi sekran. Uxlalar endi. Anu tuk yugurgan bo'lardi. Ikkinchi etajda. O'rtog'inglar shunaqa bo'lsa-da. O'rtoqlar, yodingizda tutinglar, bizani kontentni qo'llab-quvvatlashinglar, saviyasiz kontentlarni kamroq chiqishiga hissa qo'shadi. Kattakon rahmat hammanglarga. Iltimos, bizani podpiska bilan ko'ringlar, hech bo'lmasa like bilan quvvatlanglar, qo'llab-quvvatlanglar и izohlarda ma'lumotlarni обязательно yozinglar. Nexel do'koniga обязательно kelinglar. Bo'ladi. Mana Bigman palka. Bu videodan kelganligi bizni sovg'alarimiz bo'ladi. Voucher bo'ladi. Skidishli voucherlar. Ko'ring, men cho'tki o'ylab beraman. Mana shu videodan keldi deydi, faqat kelganinglarda. Cho'tki nimadir bonus o'ylab beraman. Da. Hali o'ylab topmadim, no o'ylab qo'yaman обязательно do'konimizda. Yo'q, o'zim kelaman. Keling. Obязательно. Bittali buket olib keling faqat. Saboy o'zingiz bilan yoningizda. O'rtoqlar, hammaga rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha. Bam.